O'xshadi. Yangi hamkorlik bilan hammalaringizni tabriklayman. Davay! Zo'r bo'ldi. Yes, zo'r bo'ldi. Farruh Fayzullayev, jinoyat qidiruv bo'limidamiz. Biza bilan borishingizga to'g'ri keladi. Borganda tushuntirib beramiz. Boburjonim. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Keling Boburjon. Charchyapsiz? Ha. O'rtog'im bilan biznesimiz olishi bordi. Shuni bergani kelgandim. Voy, Oling. rahmat bolam. Yaxshimisiz bolam? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat onajon. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Boburjon, mabodo boshqa sheriklari pul bermayaptimi? Onajon, Farruhni qamalganda foydalanib, onamlarla biznes o'zlari qilib olishdi. Shunaqa ekanda. Afsuski bolam juda ham ishonuvchan, sodda, qo'yni toza edi. O'rtoqlarini ham o'ziga o'xshatgandi. Afsus. Lekin Farruhga tuhmat qilishgani aniq. Xudo xohlasa olib chiqa olamiz ona. Iloh. Sizga biror nima kerak bo'lsa, menga bemalol aytishingiz mumkin. Men ham sizning ikkinchi o'g'lingizman ona. Rahmat bolam, o'zim o'rgilay boringizga shukr. Втираю в десну заморозку для скул. Сажусь в студийное кресло, как на электрический стул. Пятые сутки не сплю, и в этом есть свой плюс. Я тороплюсь закончить последний блюз. На стреле из города белых дорог в город Ленина. Я буду в 9, там седой, встреть меня. Терапия в застенках 10-го отделения. Салют пропащее поколение Патрика и Германа. В поисках причин внутрь, в самую глубь. Правда срывается с обветренных губ. 28 белых ночей в попытке чувствовать вслух. Интересно, как там губ на левом. Bugun Farruh qamalganiga 3 oy bo'ldi. Farruh doliyasini nimaga bermayapsizlar? Bugun onasini olga bordim. 3 oydan beri pul bermagansan. Biznes ochgan Farruh, sarmoya kiritgan Farruh, sizlar pul bermayapsizlar. Shuninglar bolalar, birov haqqimni yeyapsizlar. Bu erkakning emas. Ertaga chiqsa qanaqa ko'zga qaraysan? Qanaqa javob berasan? Nima deb javob berishimiz kerak? Menga qara, agar Farruh to'g'ri yurganda qamalmasdi. Keyin hozir birovni haqqi deyapsan. Biznesni biz ishlayapmiz, biz mehnat qilyapmiz. Farruhing bo'lmagandan keyin uni qanaqa haqqi bo'ladi? Aqllilik qilmagin-ey. Og'ayni, sen qachon chiqding? Men qamalganim yo'q. Qamalganing yo'q? Yo'q, ajoyib bo'ldi-yu. Mana o'rtoq hozir mana shu haqqiy masalasi bo'yicha mana Bobur gapir, hozir bolalar bilan gaplashib turdik. Og'ayni, u seni haqqing. Har holda aytganimizdek, kelishganimizdek biznesda teng sherigimiz, to'g'rimi? Gapirlaring-ne. Shu azgina rasxodlarimiz ko'payib qoldi-da, og'ayni. Shuning uchun seni haqqing sal kech qoldi, o'rtoq. Ayb yeb yurmaysan-a? Ko'rib turibman, kameralardan 3 oydan beri. Kuzatib turibman degan. Yaxshi. Hozir sandaqa noinsof kreslalarni ko'rib, to'g'risi jirkanib ketdim. Sizlar pulga vijdoning tugul boshqa narsani ham sotasanlar. Bolam, qo'ysingchi. Onajon, iltimos, meni to'g'ri tushuning. Mana uyimiz chang bo'lsa, tozalaymiz-ku. Hozir omadim kelganda men ham atrofimdagi insonlarning qanaqa ekanligini bilishim kerak. Shunga 1-2 oyga chet elga ketaman. Faqat menga yordamingiz kerak.
Ah, bolam, bolam. Bobur, meni to'g'ri tushun. Tort qo'lingni. Bobur, meni hatto onam qaytara olmadilar bu fikrimdan. Sen meni o'rtog'imsan-ki, sen to'g'ri tushungin. Sen uchoq chet elda mazza qilding. Lekin men har tun zahar yutdim. Meni har tunim uyqusiz o'tdi, bilasanmi? Do'stim u yoqda nima qilyapti? Qanaqa yashayapti? Nimaga bunaqa bo'ldi? Qaysi aybi uchun? Lekin sen tozalashim kerak edi telefonda. Chet elda yalla o'qib yurgan ekansan. Meni uylamadingmi? Hammasi mayli. Mendan qanaqa qilib shubha qilishing mumkin? Menga qara. 30 yillik o'rtog'ingni ana ifloslarga qo'shding-a? O'shalardan deb o'ylading-a sen? Nahotki meni bilmaysan? Vohim aqlasan, to'g'ri tushun, Bobur. Bundan keyin men o'rtada yo'qman. Mashina kalti. Sog' bo'l. Bobur.